Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun men 31-dekabrda kechqurun soat 11:30 da bolalar bilan bu yerda bolalar Berlin shahrini Potsdamer Platz degan nuqtasidamiz va hozir sekin-sekin hamma yoqni salyutlarga to'ldirishyapti odamlar. Xudo xohlasa bugun uzun video, yaxshi video bo'ladi. Ketdik. Yangi yilni nishonlaymiz va albatta tog'larga aylangan chiqamiz, xudo xohlasa. YouTube kanalimga ketdingiz. Urushga tushib qolganday bor, bang. Yondirishyapti. Sentrga keldik. Odam to'layapti, rostdan. Sentrga keldik. Otishayotgan joyi. Germaniya 1945-yillarda taxminan shunaqa eshitilganda. Voy dali. Ketdani. Tutunni qidirib ketdi bor. Odamlar xohlagancha o'tiraveradi, hattoki mana tez yordam mashinalari ham shu yoqda. Militsiyalar ham shu yoqda. Вообще ko'rib turgan yerlarning mahalliy mafiya ham o'nchoqlik ham haqiqiy pistoletida ochdi. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa gaplar, bu yerda mana bratishkalar bolalar bilan biza salutlarni otdik. O'zimiz otmadi-yu, lekin boshqalar osib tashlashni ko'rdinglar, pistoletni ham otishyapti. Shunaqa masala. Biz endi hozir uyga ketamiz, kechqurunga 1 bo'lyapti soat. Uyga ketib, metroga tushib ketamiz. Uyga borib, tayyorlanib, keyin soat taxminan 4larda toqqa chiqib ketamiz. Metroda ham odam to'lib yotibdi boru. Va albatta hamma yoniga hamlaqa musor chiqib yotadi. Keyin buni tozalashga ancha vaqt ketadi. Xullas, bu safar video mix bo'lyapti, ham yangi yillikini, ham toqqa borayotganimizni qo'yaman. Agar o'tgan yilgi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, toqqa ham chiqqanmiz alohida videoda va yangi yilda ham 2025-yilda kirib kelishini nishonlaganmiz. Ya'ni alohida videoda qo'limda salyut portlatganman. U videolarni ham ekraningizda ko'rishingiz mumkin hozir. Keyinchalik bu videodan keyin ko'rib olsanglar bo'ladi, qiziq bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, ertalab soat 4:43 bo'ldi. Men uxlamadim. Bolalar tinch uxlab olishdi. Va bo'ldi, biza tayyor mana kiyim olib, hamma kiyim olib ketdik tog'larga. Hozir biz poyezdamiz. Poyezdda 2-3 ta poyezd almashtirib tog'larga yetib olamiz. Bu yerda mana ovqatimiz bor. Hozircha yeganim. Keyin yo'lda davom etamiz. Xullas biz Broken degan joyga borishimiz kerak edi. Hozir antiqa bir poyezdga o'tirdik va bu poyezd bizani olib borish kerak. Kartani ko'rsataman o'zingizlarga. Mana bu karta bo'lsa, biz bu yoqqa borishimiz kerak. Broken degan joyga, lekin bugun qor yog'ib o'rganiga biz betgacha boramiz. Mana shu joygacha va bu yoqdan Brokengacha peshkom boramiz. Va menimcha yanada qiziqroq bo'ladi hammasi. Hoppa, bunisi nima deysizlar endi? Bu yoqqa chiqib oldik. Oy. Atmosferaga gap yo'q. Bu parovozchilar, parli parovozlar. Mana bismillah olib hamma videolayapti va ajoyib. Gap yo'q ekan. Qoram yog'yapti.
Atmosferaga gap yo'q. Xullas o'rtoqlar, hozir biza to'xtadik, ostanovkaga keldik. Shunaqa atmosfera, bu yerda уже qor bor. Hatto tutun chiqib yotibdi. Yaxshi, paravozda, parovoz. Broken taksi, bu yerda taksi ham bor ekan hattoki. Ammo otel bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa masala, havo yaxshi, yomg'ir mayda, yomg'ir emas, mayda qor yog'yapti. Atmosfera juda ham zo'r. Boom. Bo'ldi, shtegini chaldi. Hozir bo'ldi, poyezd yurishni boshlaydi. Hoppa. Ana bo'ldi, siljidik, endi ketdi. Hozir mashinadan video olib ketaman. Menimcha juda ham chiroyli bo'lsa kerak. Hoppa, restoran bor ekanmi? Pa restoranam. Dahshat. Hozir tog'liroq joylarga o'tamiz. Stop, mashina bitta juda muhim momentda yetib ketaman. Poyezd tezlashgandan keyin sal xarroq men video olaman deb mana shunaqa yondan telefonimni chiqargandim. Shamol qatnimligidan telefon qo'limdan tushib ketishiga sal qoldi va telefonimni yo'qotishimga sal qoldi. Xudo bir asrab qoldi. Bo'lmasa bu video chiqmashi ham mumkin edi. Shunga sizlarga tavsiya, kelajakda paravozda yo'q, poyezdda yurganingizda tez ketadigan paytda oynadan chiqarsanglar, qo'lingizdan telefon tushib ketib qolishi mumkin. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Mana o'rtoqlar, poyezdni o'zini ichi mana shunaqa unikal tarzda, antiqa va tashqarida qorlar. Xullas o'rtoqlar, bo'ldi. Biz yetib keldik, u yog'iga endi tog'i, teparog'iga 2 soatlikcha yo'l bo'ladi. Bizani poyezdchamiz, paravozchamiz bu hozir ketsa kerak. Men esa bu tarafga o'tib olaman. Hop. Buni ichiga kirib ko'ramiz. Nima ekan bu yerda? Nima bu? Suvenirchilarmi? Bu suvenirchilar, oddiy kichkina magazincha ekan shekilli. Kichkina muzeycha desa ham bo'lar ekanda. Bo'ldi, bizani paravozimiz ajraldi va o'zi tog'i tepalariga chiqib ketsak ekan. Biz endi pishkom ketamiz. Yayo. Ayo bu qaytib ket degan orqaga. Bundan qaytib kelib, ana mashinist o'zlari brat. Hozir yurar ekanmiz. Mana bunaqa daraxtlarni yaxshilab qimirlasa shamoldan ag'darilib bizning ustimizga tushish yoki yoshi yo'lga tushish ehtimoli bor. Ham katta emas, chunki daraxtlar kesilgan o'zi shundoq ham. Lekin qanchadir bo'lsa ham ehtimoli bor. Chunki poya ko'zimiz bilan ko'rib qoldik, biz daraxt qattiq shamoldan yaxshigina qimirlab yiqildi. Undan tashqari menga qarasanglar, tabiiy bu toza havoda olmani tuxumi, bunaqa shirin olma toza havoda dahshat ketarkan, ayniqsa sovuq qorli havoda. Undan tashqari popkamda ikkita manti bor. Manti bor nom bilan. Uni ham haliroq biqin qilaman. Haliroq. Shunaqa. Hozir biz ozgincha to'xtadik. Namoyani kichkina. Hoppa. Mana. Bu nima ekan? Ozgincha dam olib biz yana yo'lga chiqdik. Hozir mana odam kamroq yuradigan yo'llardan yuramiz, lekin yaxshi tepalikka qarab ketamiz. Orada bir odamlar chiqib qo'yapti. Ular bilan ham tam so'rashib, yengilliklar bilan deb ular bizga, biz ularga poyezddan bitta siz bilan gaplashib keldik. Bitta opa ekanlar. Anaqa universitetda ham o'qiydi, magistraturani ham o'qiganlar, PhD olganlar. Vashshi mushni. Xullas, suhbatdoshlar ko'p. Bu yerda qish bo'lishiga qaramasdan suvlar oqadi lekin. Bunisi yaxshi. Yaxshi, qizu tepada nima bor ekan? Hozir men kameramni bundoq to'saman va 1 2 3. Oh yeah! Ketdi. Tog'larni Spider-Man bo'lib ko'rar ekanmiz-da. Mayli, bu qisqacha fragment edi. Hozir endi biz mashina yuradigan yo'lchaga chiqdik. Shamol qattiq bo'lyapti. Bu yerda budkacha ham bor ekan. Davom lekin davom etamiz. Bizga yana hali taxminan 40 minutcha yo'l bor.
uzoq yo'l bosilyapti. Yana taxminan 700-800 metr qoldi va biza Germaniyani Northern Germaniyani eng yuqori cho'qqisida bo'lamiz. Northern Germaniya o'zbekchasiga shimoliy Germaniyani eng yuqori cho'qqisiga chiqamiz. Xudo xohlasa yana ozgincha qoldi. Qars tog'larini Broken degan nuqtasiga chiqamiz. Xudo xohlasa yetib oldik. Bunlar sirg'anchiq. Shamol juda qattiq. Telefon tushiradi. Biz o'zimiz uchib ketaylik davomimizni. Shamol qattiqligidan, yerda sirg'anchiqligidan. Lekin yana 1 minut yo'l qoldi. 1 minutdan keyin Shimoliy Germaniyaning eng yuqori nuqtasidamiz. Wow! Wow! Albatta bitta like bosib qo'yilish joyiga. Wow! Xullas, mana o'sha joy, o'sha tosh, mana o'sha eng yuqori cho'qqi. Bitta qanadir bino ham bor ekan, ancha yo'q bo'lsa kerak. Lekin mana bu tosh oldimizda endi rasm chechamiz. Hozir nima tosh bu dotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir ko'rsaman nima toshligini. Bu toshda mana 1242 dengiz sathida. Nimaga? Bu tarafda shamol qattiqroq ekan. Meni o'zim ham uchib ketishim mumkin balkim. Chunki hozir aynan bu tomonda, bu tarafda shunaqa masala o'rtoqlar. Biza chiqdik. Birinchidan o'zimiz uchun isbotladik, shunaqa qiyinchiliklar yangi bo'lsa ham chiqdik. Ikkinchidan Shimoliy Germaniyaning eng yuqori cho'qqisiga chiqdik. Va uchinchidan albatta shamol bunaqa chiroyli atmosferani ko'rish nasib bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, mashinaga gaplar. Biz hozir cho'qqidan sal pastroqqa tushdik. Orada budka bor edi, budkaga kirib ozgincha dam oldik va ovqat yeb oldik. Bu narsa yeb oldik, qorinni aldab oldik. Endi yana hozir bitta yugurib tez pastga tushdik. Endi sekin ketamiz. Xudo xolasa, sekin shu yarim soatlarda yana yerga qaytib qo'ysak kerak. Shunaqa gaplar. Keyin esa o'zimizni yana poyezdlarimiz, avtobuslarimizga o'tirib uy tomon boramiz va albatta bugungi kunimiz uchun o'zimizga bir maqtov sifatidami yoki nima bir sovg'a sifatida albatta bir durummi, donermi, ya'ni bu turkcha lavashlarga o'xshagan narsalar albatta bosib olamiz. Xullas o'rtoqlar, biz tog'dan yugurib tushdik. Poyezdimiz yuguraylik, qarasak ketib qopti. Endi keyingisini kutyapmiz va videoni sal boshroqdagi suvenir magazinda ism olamiz ozgincha. Keyin poyezdimiz keladi va xudo xolasa keyin uyga ketamiz. Shunaqa kun bo'ldi. Politsiyaning xonasida o'tiramiz Ilyos bilan. Xo'p, tog'dan kelganimizga bir necha kun bo'ldi va endi men hozir sizlarga ba'zi bir narsalarni aytib o'tib ketsam. Xo'p, avvalambor shuni aytib ketishim kerakki, biz toqqa chiqar ekanmiz, tog'da shamol bo'ldi. Qancha ko'tarilsa, shuncha shamol qattiqlashib boraverdi. Shunga mikrofonda ba'zi bir joylarda ovozim tiniq eshitilmay qolgan bo'lsa, unda men uzr so'rayman, kimgadir noqulaylik tug'dirgan bo'lsa. Va undan tashqari sezgan bo'lsangiz, tog' tepasida shamol konkretna qattiq bo'ldi. Shunaqa darajada qattiq bo'ldiki, hatto bizani o'zimizni ham tortib ketishi mumkin edi, uchirib olish ham mumkin edi balkim. Ja, tornadoga o'xshab tepaga uchib ketmasdi-yu, lekin qanaqadir darajada bizni ham uchirib olishi mumkin edi va bu borib turib gapirish emas, chunki konkretna qattiq shamol bo'ldi va mana shu shamol bilan menimcha bizning sayohatimiz bu video ancha qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman.
Xo'p, bitta masala shuki, men bizani tog'dan pastga tushayotganimizni videoga ko'p olmadim, chunki asosiy vaqtda biz yugurishlikda o'tkazdik. Chunki pastda parovoz kelish kerak edi. O'sha parovozga yoki avtobusga yugurishlik uchun biz asosiy vaqtda tog'dan yugurishga ketkazdik va eng yomoni shundaki, shuncha yugurganimiz baribir o'zini oqlamadi, chunki biz o'zimizni o'sha avtobusimizga yoki parovozimizga ulgurmadik. Shunga pastiga suvenir magazinga kelib, ozgincha ism olib, keyin o'sha yerda shunday bitta parovoz turgan ekan, o'shanga o'tirib ketaverdik. Yo'limizni davom ettirdik va men parovozda umuman uyga qaytishda bir kun oldin 31-dekabrda ham kechqurun uxlamagandim. Shunga uxlamaganlarim o'z kuchini berdi bu yerda va juda yomon holatda edim. Shunga ko'p videoga olmadim, ko'p tasvirga olmadim. Asosiy vaqtimni uyga qaytishda baribir video ko'rib ketdim va 15 daqiqacha faqat uxlab oldim. Bo'ldi. Undan tashqari orada keyin parovozdan tushib, o'sha tog'ga yaqinroq shaharchada biz o'sha durum donerlar yedik, turkcha anaqa kirdik, kichkina restoranchaga kirdik. Agar restoran deb bo'lsa, o'sha fast food xonaga kirdik va ozgincha yog'li choylardan ichib, akalarga rahmat deb, keyin tez yurar poyezdlarimizga o'tirib shaharga tomon ketdik. Va shaharga kelar ekanmiz, biz hammamiz charchaganmiz, keyin bitta bolalar bilan chalg'ib o'tiramiz. Shaharga yaqinlashganimizda bizani poyezdda narsamizni o'g'irlab ketib qolishdi. O'sha boyagi oxirgi kadrda ko'rgan bo'lsanglar, aytdim, men biz hozir politsiya xonasidamiz deb ko'rsatdim. Ha, biz politsiya xonasiga bordik, chunki bizning narsamizni konkretni chopib ketishdi, o'g'irlab ketishgan ekan. Va biz politsiyaga borib bayonotnoma berdik. Bizni qanaqa narsamizni o'g'irlab ketishdi, mana bunaqa holat bo'ldi deyishdi, dedik va politsiyadagilar bo'ldi, gap yo'q, sizlarga unda topib beramiz, harakat qilamiz deyishdi va hokazo shunaqa masalalar bo'ldi. Va shunaqa biz kechqurungi soat 12 da uyga kirib keldik. Bu yerda politsiyaga borganimizda ana tog'dan keyingi charchovlarimiz hammasi esdan chiqib ketdi, chunki stressli holatda edik. Shunaqa masala. Keyin kechqurun soat 12 da uyga kirib, keyin uyquni bosib yubordik va kun shunaqangi og'ir bo'ldiki, hatto men ertasi kuni kechqurun taxminan 1 larda yotgan bo'lsam, ertasi kuni soat 3:30 da turdimda. Juda ko'p uxlavordim, 12 soatdan ko'p uxlavordim, chunki bu konkretni charchoq, jismonan charchoq konkretni to'kib qo'ydi bizani, shaxsan meni. Va o'sha kuni eng muhim narsalardan bittasini aytsam, hozir o'sha kuni biz 30 mingga yaqin qadam bosdik. Kunning oxirida biz 30 mingcha qadam bosgan bo'ldik. Va bu juda yaxshi ko'rsatkich menimcha, lekin 30 ming qadam baribir sal kamroq, chunki bizani agar o'tgan yilgi toqqa chiqqan videomizni ko'rgan bo'lsanglar, o'sha yil ham biz konkretni juda ko'p qadam bosgandik va bu 30 mingdan ko'ra ancha ko'proq edi. Shunga shunaqa masala o'rtoqlar, agar sizlar o'tgan yilgi videolarni, o'tgan yilgi toqqa chiqqan videomizni ko'rmagan bo'lsanglar, bemalol uni ham ko'rib qo'yishingiz mumkin. O'tda ham juda qiziq bo'lgan, yoki o'tgan yangi yil videoni ko'rmagan bo'lsanglar, uni ham ko'rib qo'yishingiz mumkin, u ham juda qiziq bo'lgan. Shunaqa masala va hozir esa menimcha xayrlashadigan payt keldi. Hammani kirib kelgan 2026-yil bilan tabriklayman. Yilingiz yaxshi o'tsin, progressga boy bo'lsin. Qani, unda let's go, davom etamiz. Bye bye. Hozir esa mana uyimizning oldiga o'sha Ko'lmekchada parkdaman. Shu parkda videoni mashta oldim. Va mana bu yerda muz bosgan hamma yoni, bu yerda suv bo'lardi, chiroyli vid bo'lardi. Hozir ham juda chiroyli, qor yog'ganiga qaramasdan, bu yerda muz bo'lgan, mana hamma muz uchqani chiqqan. Mazza, kimdirlar chini uchyapti, kimdirlar qorbo'y yasayapti, kimdirlar mazza qilib kankilarni olib kelib, kankida uchyapti. Shunaqa go'zal atmosferada biz videoni yakunlaymiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.